Nima uchun sen aynan o'zbeklarning diviziyasini so'rayapsan? Ular cho'pon tayog'ini ko'tarib turib, u general feldmarshal von Bockning Tiger mana tanklarni to'xtatadimi ular? Shuncha Yevropani sindirgan armiyasini to'xtatib qoladimi? Aynan shularni so'raysan. Jaloliddinni men yomon ko'radigan, Temurni tilga olasan, men yomon ko'radigan, jinimdan better ko'raman shularni. O'rtasidagi shaxsiy qarazgo'ylaringizni yig'ishtiring. Shularni bersangiz men Moskvani himoya qilaman. Jaloliddinning qo'shig'ini aytadi shu 4 diviziya butun karnaylar bilan 500 metrdan karnaylar bilan ayttirib turasiz. Jaloliddinning qo'shig'ini tuzdirib berasiz zudlik bilan deydi. Shu shoirlarni ham topdim, yozdim. Hali frontda aytib turadigan Jaloliddin. Nega Aleksandr Nevskiy qo'shig'ini aytdi demasan? Men ham hajur yoqmadi gapim deydi. Nega Dmitriy Donskoy Suvorov emas? Jaloliddin. O'rtoq Stalin, men bilan talashmang. Jaloliddin jahonda jasorat ko'rsatib urushga boshlaganda o'zidan 10-15 marta jahonni titratib turgan bitta podsho 30-40 ta ana shu mamlakatlarning sultonlari, podsholari qaytarilgan 11 yil o'zining 10 marta past orqada turgan kuchi bilan osoni 11 yil sharq olamini jahonning yo'lini to'sib turdi Chingiziylarga. Shuning uchun men shu diviziyani aytib kelganga shoirlar shu she'rni ham berib qo'yibman bu. Tomda topib shu paytgacha hech kimdan chiqmagan edi bu fikr. Aynan Jaloliddinning she'rini aytib jang qilib hammasi qirilib ketdi. Bir 5%, 3% gina yarador bo'lib qolgan. Ularning qahramonlikni bermay, boshqa undan keyin kelib o'sha o'zbek diviziyalarining o'rnida jangga kirganlarga qahramonlikni ularga berdi. Men Shahzoda Jaloliddinni bu qilichni yaxshi eslaysiz, ha? Kamida kofirlarning ko'z yoshi va musulmonlarning duolari bor. Men bu qilichni Chingizxon uchun saqlayotirman. Men bu qilichla jahonni farq etmoqchiman.